ancha bo'lib ketyapti. Boshqa yerda toplaylik. Bugun English Life ustozlaridan IELTS speaking savollarni o'zbekcha so'rab ko'ramiz. Qani ketdik. Telefoningizdan ko'proq nima uchun foydalanasiz? Birinchi o'rinda ustoz bo'lib ishlaganligim uchun, telefondan birinchi o'rinda ota-onalarga aloqaga chiqish uchun va o'quvchilarimni attendensini qilishlik uchun foydalanaman. Choy ichishdan afzal ko'rasizmi yoki qahva ichishdimi? Xo'p, men odatda ikkalasini ham afzal ko'raman, lekin ko'proq qahvani afzal ko'raman. Asosan u menga kun davomida aktiv bo'lishimga yordam beradi, lekin yoz kunlarida ko'proq muzlatgina choy ichaman. Bo'sh vaqtingizda ko'proq uyda o'tkazasizmi yoki tashqarida? Xo'p, ko'pincha uyda o'tkazishga harakat qilaman, chunki ko'p vaqtda ishda bo'laman, 9 soat, 10 soat, 11 soat. Shu boisdan ishdan bo'shashimga uyga qochishga harakat qilaman. Ertalab qiladigan eng birinchi ishingiz nima? Ertalab qiladigan birinchi ishim uyqudan turgandan keyin yuz-qo'limni yuvib, oilam bilan ko'rishaman. Keyin nonushta qilamiz. Nonushta qilgandan keyin ishga sekin otlanamiz. Hammadan savol berib yuribsizlar ekan, men savol beraman hozir. Xo'p. Qani javob berib ko'ringlarchi? Raqsga tushishni yoqtirasizmi? To'g'risini aytsam, o'zim introvert bo'lganim uchun unchalik ham yoqmaydi. Uni o'rniga vaqtim boshqa narsalarga sarflashni afzal ko'raman. Masalan, ko'proq kitob o'qish yoki ta'lim sohasida nimadir foydali. Yangi texnologiyalar hayotingizni osonlashtirdimi? Ha, albatta, ayniqsa o'qitish shuni har kunlik o'qitish darslarimda texnologiyalar protsessni osonlashtirdi. Misol uchun oldin bironta narsani hammasini o'zim chiqishim kerak bo'lsa, hozir texnologiya bilan uni 1-2 sekundlarda hal qilib yuborsa bo'lyapti.